Muqaddas kitob so'zlamoqda dasturi. Rossiyalik Yaroslavdan savol. Yuhanna xushxabarining 6-bob 53-oyatini tushuntirib bera olasizmi? Agar inson o'g'lining tanasini yemasangizlar va uning qonini ichmasangizlar, sizda hayot bo'lmaydi. Katta rahmat. Bu muqaddas kitobga bo'lgan umumiy yondashuvimizni ko'rsatish uchun juda yaxshi imkoniyat. Muqaddas kitobning biror joyiga yoki unda yozilgan haqiqatga to'xtalganimizda, oldimizda qo'yilgan eng muhim prinsiplardan biri. Avvalo, bu so'zlar qanday kontekstda aytilganini va nima haqida gapirilganini ko'rib chiqish. Agar siz bu prinsipning muhimligiga e'tibor bermasangiz yoki yetarlicha hisobga olmasangiz, oyatning asl ma'nosini osongina yo'qotib qo'yasiz va muallif nazarda tutmagan narsalarni tushunib yuborishingiz mumkin. Bu vaziyatda 6-bobning boshiga nazar tashlasak, Iso Masih 5000 ta erkakni to'ldirgan holat tasvirlangan. Ayollar bilan qo'shib hisoblansa, u yerda 15,000-20 mingta odam bo'lgan. Keyin odamlar uni shoh qilmoqchi bo'ldilar, chunki bunday non bilan ta'minlaydigan shohga qarshi emas edilar. Iso ularning niyatini bilib uzoqlashdi va shogirdlari ko'lning narigi qirog'iga o'tishdi. U ularning ortidan borib, suvda yurib ularga yetib oladi. Ertasi kuni ertalab o'sha joyga qayiqlarda yana ko'plab odamlar to'planadi va Isoni yana o'zlarini to'ydirishi uchun izlashadi. Shu yerda Iso ularga shunday dedi: Sizlarga chinini aytayin, sizlar mo'jizali alomatlarni ko'rganingiz uchun emas, balki non yeb to'yganingiz uchun meni qidiryapsizlar. Siz o'tkinchi ozuqa uchun emas, abadiy hayotga boshlovchi boqiy ozuqa uchun harakat qilinglar. Bunday ozuqani sizlarga inson o'g'li beradi. Zotan, Otamiz Xudoning o'zi bu vazifa uchun uni ma'qul deb topdi. Ular jismoniy ovqat izlagandilar. Iso esa muhimroq narsa haqida gapirgandi. Qaniydi ko'ldan ruhingizni boyitish uchun o'tgan bo'lganingizda undan so'rashdi: Xudoning ishlarini bajarish uchun nima qilishimiz kerak? Iso javob berdi: Xudoga ma'qul ish qilmoqchi bo'lsangizlar, Xudo yuborgan zotga ishoninglar. Iso suhbatini boshidayoq unga ishonishni nazarda tutayotganini aytdi. Keyin u davom etadi: Ota-bobolaringiz sahroda manna yedilar, ammo o'ldilar. Otam esa sizlarga osmondan haqiqiy nonni beradi. Xudoning noni osmondan tushib dunyoga hayot beruvchi zotdir. Ular: Men hayot noniman. Mening oldimga kelgan odam sira och qolmaydi. Menga ishongan odam hech qachon chanqamaydi. E'tibor bering, u undan oziqlanish va unga ishonish nimani anglatishini 2 marta tushuntiradi. Bu yerda to'xtab o'tish kerak. Iso Masihga ishonishimiz nima degani? Bu uni tobora ko'proq bilish, unga chuqurroq ishonish, o'z fikrlash tarzini, his-tuyg'ularini, istaklarini va harakatlarini uning fikrlash tarzi, hislari, istaklari va harakatlariga almashtirishdir. Iso Masihdan oziqlanish shuni anglatadi. Iso bu suhbatni davom ettiradi. Bu oyatlar juda katta, shuning uchun hammasini bittalab ko'rishga vaqt yo'q. U 47-oyatda o'z fikrini 3-marta takrorlaydi. Sizlarga chinini aytaman, kim menga ishonsa, abadiy hayotga ega bo'ladi. Men hayot noniman. Ota-bobolaringiz sahroda manna yegandilar, shunga qaramay o'lib ketdilar. Ammo osmondan tushgan bu non esa shunday xislatga egaki, undan yegan odam o'lmaydi. Men osmondan tushgan hayot baxsh nonidirman. Bu nonni yegan kishi abadiy yashaydi. Dunyoga hayot bag'ishta etish uchun beradigan nonim mening tanamdir. Shu paytgacha u bir mavzuda iymon haqida gapiradi. Keyin esa tana va qon mavzusiga o'tadi. U Golgota xochdagi qurbonligini tushunishning muhimligini tushuntiradi. U bizni qutqarish uchun qon to'kkanini aytadi.
Uning tanasi bizning gunohlarimiz uchun yaralangan edi. U undan oziqlanishning amaliy ahamiyatini, ya'ni uning qurbonligining aynan shu jihatda e'tibor qaratadigan iymon va bu qurbonlik natijasida Xudo ergashgan maqsadning muhimligini taqiqlaydi. Shuning uchun ham u 53-oyatda agar inson o'g'lining tanasini yemasangizlar va uni qonini ichmasangizlar sizda hayot bo'lmaydi deydi. 56-oyat tanamni yeb qonimni ichadigan odam menda, men esa unda yashayman. Shuningdek 57-oyat meni barhayot ota yuborgan ekan, men ota tufayli yashayman. Iso qanday qilib ota tufayli yashaydi? Iymon bilan. U iymonning boshlovchisi va mukammallashtiruvchisi ekanligi yozilgan. Ya'ni u inson sifatida to'liq iymon bilan yashagan va u kontekstda meni barhayot ota yuborgan ekan, men ota tufayli yashayman. Mening tanamni yegan har bir odam esa men tufayli yashaydi deb aytadi. Ya'ni meni tanishda, tushunishda, ichki dunyosini menga bo'ysunishtirishda davom etayotgan, mendan oziqlanayotgan odam men tufayli yashaydi. Shubhasiz, bu so'zlar aynan Iso Masihni bilish, uning Golgotadan qurbonligi, uning xushxabari va Iso Masihni o'z hayotiga amalda qabul qilishga qaratilgan iymonni anglatadi. Havoriy Efesiklarga 3-bobining 17-oyatida shunday deb aytadi: Iymoningiz orqali Masih yuragingizda joy olsin. Ya'ni gap Masihning bizning ichki dunyoyimizga kirib, butun hayotimiz, butun shaxsiyatimiz va butun fikrlash tarzimizni, his-tuyg'ularimizni, istaklarimiz va harakatlarimizning o'ziga bo'ysundirish haqida ketgan. Ajoyib. Rahmat, Aleksey Alekseyevich. Aziz do'stlar, biz bilan qoling.